Hamid aka, bitta fara 25 million turadimi? Ukam, mashina 1 milliarddan qimmat turgandan keyin 25 million turadi deydi. Video qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'ringlar. Bizlarni kuzatib turgan obunachilar va kuzatmayotgan obunachilarimizga ham eng kamida shunaqa mashinalarni minishlik nasib qilsin. Kommentariyada amin deb keting, aka. Aka, Tahoe, Traverse oladigan urovingga chiqdingiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Alloh nasib qilsin. Puldan muammo yo'q, lekin aka yo'lda mashinani haydab ketyapsiz, kichkinagina DTPga uchrab qoldingiz. Men sizga mana shu qimmat faralarni qism-qism olib kelib qo'ydim. Traverse tepa DXO'si $650 turadi. Pastki farasi $1400 turadi. Siz fara olishga ozgina shoshmay turing. Yengil DTP bo'lib qoldi. DXO'ni korpusi sindi. Biz alohida korpusini olib kelib qo'yganmiz. DXO'ni optikasini olib kelib qo'yganmiz. Farasini optikasi ham bor sotuvda va farasini korpusi ham bor sotuvda. Sizga bu narsa namnoga arzonga aylanadi. Tahoe'da yuradigan bratlar, men sizlarga ozgina puldan ekonom qilishga yordam beraman. Aka, qarab turing. Fara shishasi kelgan sotuvga. Bu narsani sinib qo'yganda ko'pchilik fara qidirishga o'tadi. Siz shoshilmay turing. Men sizga original shishasini olib kelib qo'yganman. Fara korpusi nima deyapti? Kattaligini qarang, aka. 20 million ekonom qilib, keyingi bu narsa olib berib yoki Dubayga borib aylantirib kelasizmi? To'g'ri, aka, aytishingiz mumkin. Arzon narsa arzonda, ertaga nimadir bo'lib qolmasligiga kim kafolat beradi deyishingiz mumkin, aka. Men shu savollaringizga javob topib, zavoddan 1 yil kafolati bilan suv kirib sarg'aymasligini oldini olish maqsadida kafolatini olib kelganman. Kafolatiga Avtohamid javob beradi. Videoni sahranit qilib qo'ying. Bir kun kelib Tahoe minishingizni niyat qilamiz. Balkim kerak bo'lib qolarmiz. Avtohamid shunaqa qimmat narsalarni arzon yechim berishga harakat qiladi. Videoni yaqinlarga jo'natib qo'yasiz. Bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.